Əsərni layihəlәp bitkəzgəndən keyin buni biz saqlashqa ehtiyoj qilamiz. Buni endi saqlashninki sharti bor. Ekliplamki mayadan saqlayma deb qo'ysak, saqlangan bilan buning saqlashning sharti bo'ladi. Turi bo'ladi, sharoitga moslashtirib saqlash kerak. Bo'lmasa bu bitkazgan narsamiz qadin chiqadi. Men agar mushu o'zim layihalagan narsani keyin ishlatmoqchi bo'lgan bo'lsam yoki o'zgartmoqchi bo'lgan bo'lsam, oldima eklab buni saqlayma deb mushuninki Photoshopning o'zining widgeti altida saqlab qo'ysam bo'ladi. Saqladim mana shu yerga masalan e'lon deb saqlab qo'yay. E'lon deb saqlasam, men o'chirib etdim. Ondan buni ichib baqsam, saqlab qo'ygandan keyin eklab qarasam, qavatlar hech qanday berikmagan. Shundaqmi? Rang hech qanday o'zgarmagan holatda bo'ladi. Endi buni to'g'ri bekatga chiqarish uchun-chi? To'g'ri bekatga chiqarish uchun to'g'ri bekatninki qo'llaydigan hujjat shakli bo'yicha, masalan JPG, PNG yoki GIF holatida saqlaymiz. Ko'pinchisi ham biz PNG ishlatamiz rasmni. Keldim, saqladim. Ham bu xil saqlashlarning hujjatning tipininki o'xshamasligi asosan alohidligi o'xshamaydi, turi o'xshamaydi, xususiyati o'xshamaydi.